ketyaptimi? Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Uzoq yaqindagi o'pkozimiz aka-ukalarimiz. Mo'min musulmon musofirda yurgan aka-ukalar. Qaysi matib Ikrom akamga Italiyadan tinmasdan salomlarni yetkazib, podpiska, like'lar dadadadan qilib turgani uchun ham akamga $2800 ga kameo deb qo'yilgan mashinamizni $2500 ga berilyapti. Hech kim majbur qilmayapti aka. 60T581 CB partiyali mashinani $2500 ga berilyapti. Oylik to'lovi 3 milliondan 3 million 100 minggacha deb aytib deyilyapti aka. Bu yoqni ham aytyapti. Eshitgan bo'lsangiz uydan, xotindan, mashinadan degan omadni eshitganmisiz? Shu mashinadan 5-10 million dollarlik omadlar kelsa, yaxshi kuningizga halolingiz bo'lsin. Bor baraka, qulluq bo'lsin. Haqiqatan kamenda aka? Haqiqat. Endi ayting, menga nima olib keldingiz bonus? Mana. Mana aka. Bering, onu bering akamga. Akam Italiyadan mana kepka olib kelibdi mana. Dalla bo'shilar. Hammaga mashinalarga nasib qilsin akalar, mashinalarga yangi mashinalar. Dafakana kepka ham. Daf deganlar. Kepka mana. Haqiqatan kam aka? Haqiqat. Like'larni bossin unda. To'xtatmaymiz akalar hammamiz. Dadadadan deyadi. Omad hammaga. Nomer 1. Nomer 1. Rahmat aka. Endi bizniki bo'ldi endi. Hayzi, assalomu alaykum akalar. Hozir bu mashinani sotuvdik. Bu yoqqa olayotgan barterimiz esimizdan chiqib qoldi. Payzmat Ikrom akamni 2018-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Spark mashinani 01K 981 U B partiyali mashinani $6500 ga olyapmiz. Meni ham hech kim majbur qilmadi aka. Men ham eshitganman, uydan, xotindan, mashinadan degan omadda aka. Menga ham 5-10 million dollarlik omadlar kelsin. Xursandmiz aka. Yaxshi pullar topsam aka. Ko'pgina foydalar topsam. Ko'pgina foydalaning, baraka toping. Rozi ochilgan. Bor baraka, qulluq bo'lsin. Hammamiz like podpiskalar to'xtatmay turamiz akalar. $6500 kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa $6500 ga oldik. $6600 kim beradigan bo'lsa sira sotamiz. Sharoiti jicha qiyinroqmi deydigan bo'lsa $6500 ga ham bera olamiz. Hammaga omad. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Boltaboyev Muhsinjon akamga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilini 60M072 UA partiyali mashinani bir kunga 4,5 million mashinamizni $3800 ga bir kunga kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa like podpiskalar to'xtatmasdan dadadadan qilib bosamiz dedim. Akam tinmasdan like podpiskalar bosyapman degan uchun $3800 ga xursandmiz aka. Hech kim majbur qilmadimi? Uydan, xotindan, mashinadan degan omadni eshitganmisiz? Shu mashinadan 5-10 million dollarlik omadlar kelsin, yaxshi kuningizga halolingiz bo'lsin. Bor baraka, qulluq bo'lsin. Hammamiz like podpiskalar. Zokalatdeni. Like'lar haqiqat ekan, mana bir kunga narsa tushirdik dedi. 2013'te 12 deb olyapsiz, peshani 13 olib olishi mumkin. 2012 ya 13 aniqroq 13 ekan. Biz $3800 ga olyapmiz. Aka qulluq bo'lsin aka, yaxshi ulamini mana bugun arapa qilib olib ketyapsiz aka. Maza qilib o'ynab yuring aka. Hayitga bayramlik Bayram, xayrli yo'l u yoq, xayrli yo'l. Hammaga omad, sog' bo'linglar akalar. O'chirib qo'ying. Hurmatli vatandoshlar, uzoq yaqinda o'pkozimiz aka-ukalar. 2009-yilda ishlab chiqarilgan bir oltin Nexus 2 avtomobilimizni Karimov Bezodbek ukamizga $2500 ga beryapmiz. Nomer, pasport hamma yo'g'ini qadab berishi bilan, to'g'rimi? Hech kim majbur qilmadimi? Rozi rizochilik olyapsizmi? Eshitgan bo'lsangiz, uydan, xotindan, mashinadan degan omadni eshitganmisiz? Shu mashinadan 5-10 million dollarlik omadlar kelsin, yaxshi kuningizga halolingiz bo'lsin. Bor baraka, qulluq bo'lsin. Hammamiz like'larni bosaylik, bosinglar. Haqiqat ekan, To'lqin akamga niyat qilganmiz, mana kelib inshaalloh. To'xtatmaymiz buni bu yog'iga dadadadan qilib tashlaymiz akalar. Hammaga omad, sog' bo'linglar.